keling. Kimdir kelibdi. Mo'ychechak. Voy. Qarindoshlaring kelgandir. Yo'q, aniq qarindoshlarim emas. Bu chunki onamni tug'ilgan kunida ham kelishmasdi ular. Xo'p. Mana bu oyim yoqtirgan gullar. Kim kelgan bo'lishi mumkin, pochcha? Oyjonim, men keldim. Chunki bu gullarni oyim yaxshi ko'rishlarini faqat men. Layloni eri olib kelgandir. Endi bu kimdir olib kelgandir. Opam va Laylo bilardilar, xolos. Qanaqa qilib pochcha bolasini ko'rishga ham kelmaydi-yu. Onamni qabrini bilmaydi ham. Onamni qabriga kelarmidi? Nima? Laziz opa aytganlari to'g'rimikin? Balki. Nima degani, nima deyapsan? Bu gulni opamdan boshqa hech kim olib kelmaydi. Ke. Opam balki tirikdirlar. Kim olib kelganini ko'rmadingizmi? Assalomu alaykum. Mana bu gullar. To'xtang. Bitta ayol o'tiruvdi hozir. Qora kiyimda edi. Oddiy ayol. Ko'rinish qanaqa edi? Pochcha, opam o'lmagan. Opam. Qur'on o'qiymiz. Hozir meni yuragim sezyapti, pochcha. Yo'q. Opam bo'lishlari mumkin. Barno. Men qarab kelay, xo'p. Hozir keldi deyapti-ku. Hozir qaytaman, xo'p. Opa, tiriksiz. Qattasan, oying o'qishingga boribdi. Tinchlik? Oyim o'qishimga kelibdilar. Nima bo'ldi? Uf, abbo. Nima? Sizni ko'rsalar yana quturadilar. Ko'rsatib qo'yaman, to'xta. Ko'rishamiz, yo'q, shart emas. Siz o'tirib turing, boring. Nima bo'ldi ekan? Qilsak bo'ladi, faqat kech bo'lib ketmasin. Bugun kechga nima qilamiz? Fotosessiya qilamizmi? Qalaysan? Yaxshi, rahmat. Bo'lmasa 7gacha chiqa olaman-da ko'chaga. 6-7larga vaqting qanaqa? 6-7larda bo'ladi. Bo'ldi unda. Bo'ldi. Nomering yozib bera-qo. Ozod akada bor-ku. Ushab tur mayli. O'rtog'imni bezovta qilib o'tirmang, Ozoddan so'ramang. Ozod qayerda o'zi? Kafeda o'tiribdilar. Bo'ldi, telefon qilaman o'zim. Oyi, yana keldingizmi? Bo'pti, gaplashamiz. Bo'pti, xo'p. Uf, oyi. Nima darsdaman deb aldani? Urishurmaganingizda. Oyi, ne unaqasiz-a? Baqir urmaganingizda. Endi kiraman, darsim boshlanganiga 15 minut bo'ldi. Qo'rqqanimdan aldadim. Aldamasdim. Kofe olgani chiqqandim. Choy ichmadim ertalab. Nima qilay, oyi? Yosh bolaga nima bor ko'fi ichib? Menga qara qiz. Aql o'qishingni yig'. Ey qiz, nima qilay? Darsda bo'l. Men seni oxirgi marta ogohlantiryapman. Agar yana kelganimda darsda bo'lmasang, o'qishga qadam bosmaysan. Xafa bo'lma. O'zingdan ko'r. Yaxshigina pulga rozi bo'ldi ishlashga. Dugonalaring ichidan bitta quloq topdim. Aytgancha. O'qishga kelmagan kuning kim bilan yuribsan? Necha minut kech qolyapsan? Nima qilyapsan? Hammasini menga aytadi.